Assalomu alaykum Kamoliddin aka. Sizni Assalom. partiyamizda ko'rib turganimizdan xursandmiz va bugun siz bilan dunyodagi geosiyosiy vaziyat va unda O'zbekistonning ishtiroki va ta'siri haqida gaplashmoqchi edik. Hech kimga sir emas, kuni kecha Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning taklifiga binoan davlat rahbarimiz Fransiyada rasmiy tashrif bilan bo'ldilar va shu jarayonga nigoh solsak, bir narsa juda qiziqarli tuyuladi-da. Hozirgi dunyo geosiyosatida savdo ketyapti-da, kim o'yin qoidalarini belgilab beradi, o'yin qoidalari qanaqa bo'ladi degan vaziyat va bu yerda Fransiya, Qo'shma Shtatlar, Rossiya qanaqadir kelishmovchilik yoki umumiy nuqtalarni qidirishmoqda. Shu jarayon orasida Fransiya prezidenti O'zbekiston rahbarini taklif qilishi qanaqadir ramziy ma'nosi bormi yo bu oldindan kelishilgan uchrashuvmidi? Shunga ozgina sharh bersangiz imkon bo'lsa. Avvalambor bitta joyda sizni to'g'rilab ketmoqchiman. Siz rasmiy tashrif dedingiz, bu davlat tashrifi edi. Ya'ni tashriflarning o'zini maqomlari, darajalari bo'ladi va eng yuqorisi davlat tashrifi. Davlat tashrifining o'ziga yarasha juda ham jiddiy protokollari bo'ladi, ya'ni qizil gilamlar, alohida orkestr bilan musiqalar va otliq shovalye deydi fransuz tilida. O'sha otliqlar bilan parad, katta bir parad bilan kutib olish, ya'ni bularning hammasi Shavkat Mirziyoyevning kelishiga nisbatan xuddi shunday tashkil qilindi. Ya'ni bu davlat tashrifi edi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin Yevropa ittifoqidagi davlatlardan birinchi bo'lib Fransiyaga bordi. Demak, 2018-yilning oktyabrida edi. O'sha 2018-yilning martida Amerika Qo'shma Shtatlariga bordi. Uni Donald Tramp Oq uyning poydevorida, ya'ni o'sha kirish joyida kutib olgan edi. Va oktyabr oyida, ya'ni yarim yildan keyin 18-yilning oktyabrida Parijga, Fransiyaga keldi. Men prezidentni yonidan turib o'shanda kuzatganman, u payt Fransiyada edim. Hali qaytganim yo'q edi O'zbekistonga. O'zbekiston prezidentining Yevropa ittifoqi davlatlari ichidagi birinchi tashrifi edi. Fransiyadan boshladi. Demak, 2018-yilning oktyabrida birinchisi, 2022-yilning noyabrida ikkinchi marta prezidentimiz Fransiyaga tashrif bilan bordi. Va o'tgan 24-yilda Fransiya prezidenti Macron Samarqandga keldi. Ikki taraflama jiddiy uchrashuvlar bo'ldi, jiddiy muzokaralar bo'ldi. Endi nima uchun Samarqand, Toshkent emas, balkim odatda mehmonlarni shunday xohishi ham bo'ladi. Biz Toshkentga albatta borishni xohlaymiz, lekin avvalambor tarixiy bir joylarni ham ko'rsak deb o'shandan Samarqanddan boshlagan bo'lishi mumkin. Ya'ni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning o'sha hokimiyatga kelgandan keyin 3-tashrif. Endi siz bergan savol dunyodagi geosiyosiy kontekst haqida ketyapti. Haqiqatda Sovet ittifoqi qulagandan keyin ma'lum bir muddat dunyoda yakka qutbli, bir qutbli dunyo shakllandi. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari aytgan, degan bir davr bo'ldi. Umuman insoniyat tarixida yangi bir vaziyat shakllandi. Nima uchun? Tarixdagi, o'tmishdagi barcha qudratli imperiyalar Yevrosiyo qit'asida bo'lgan. Bir vaqtlar Amir Temur, undan oldinroq Mo'g'ul imperiyasi, undan ham oldinroq Aleksandr Makedonskiy, keyinchalik mana o'sha kolonializm boshlangandan keyin Angliya, Fransiya, ya'ni barchasi bitta asosan qit'ada. Lekin 90-yilda Sovet ittifoqi qulagandan keyin dunyoni boshqarayotgan poytaxt va davlat Yevrosiyo qit'asida emas edi. Birinchi marta insoniyat tarixida bu Amerika, Shimoliy Amerika qit'asida edi. Ma'lum bir muddat mana shunday bir, ayniqsa Clinton davri, Amerika qudratining eng yuqori cho'qqiga bir chiqqan davri. Keyin bir qancha Amerika tarixida inqirozlar bo'ldi. Amerika hokimiyatiga George Bush ikkinchi, ya'ni o'g'li keldi. Otasi ham prezident bo'lgan. Bir muddat Clintondan oldin, keyin mana o'g'li 2 muddat o'tirdi, George Bush. Va mana shu davrdan boshlab dunyoda ko'p qutublilik shakllanish tendensiyasi kuchaydi desak noto'g'ri bo'lar, lekin o'zini yaqqol ko'rsata boshladi. Umuman dunyoda ko'p qutublilikka har doim kuchli bir so'rov bo'lgan, intilish bo'lgan. Bir tomondan iqtisodiy Xitoy o'sib kelyapti. Garchi iqtisodiy va dunyo siyosiy ishlarida ulushi kamayayotgan bo'lsa-da, Rossiyaning ambitsiyalari hali o'lgani yo'q. Rossiya o'zini baribir qudratli davlat hisoblaydi. Esingizda bo'lsa, Obama hokimiyatda paytida Rossiyaga nisbatan juda ham asabiga tegadigan Russia is regional power degandi. Ya'ni Rossiya bu mintaqaviy qudrat deganda Rossiya juda ham o'ziga og'ir olgandi. Ya'ni biz global qudratimiz bizni mintaqaviy deb aytdi. Faqat atrofdagi qo'shni davlatlarga ta'siri bor deb aytdi deb juda ham og'ir olgan edi. Bu ataylab qilingandi bir ish. Endi keyingi paytda mana Donald Trampning hokimiyatga kelishi birinchi martasida, undan keyin mana Joe Biden bo'ldi, yana qaytadan Donald Trump hokimiyatga qaytyapti. Amerikaning ichkarisidagi asosiy so'rov, dunyo ishlaridan charchadik. O'zimizni asfaltimizni qilinglar, o'zimizni gazimizni beringlar. Endi o'zbek kontekstiga o'rganda-da. Ya'ni dunyo ishlariga ajratilayotgan sarf xarajatlarni agar o'zimizni ichki ishlarimizga ajratganimizda edi,
biz ancha hozirgidan ko'ra yaxshiroq yashagan bo'lar edik degan bir ichkarida so'rov kuchayib boryapti. Amerikada ijtimoiy qatlamlar, ijtimoiy demak guruhlar ular o'rtasidagi konflikt hamma jamiyatda bo'ladi, Amerikada ham kuchli. Donald Trump yoki ultra o'ng respublikachilarning asosiy qarashi shundan iboratki, biz sovuq urushda yengdik. Biz dunyoning eng qudratli davlati ekanmiz. Harbiy byudjet dunyoning o'sha 200 ta davlati bo'lsa, bitta Amerikaga 50% to'g'ri keladi. Ya'ni 800 milliard dollar bitta Amerikaning o'ziga to'g'ri keladi. Bu aslida mudofaa byudjeti emas, bu urush byudjeti. Qolgan 199 ta davlat o'sha 800-900 milliard atrofida bo'ladi. Ya'ni 1 trillionga bormas. Ya'ni Amerikaning harbiy byudjeti juda ham katta. Yalpi ichki mahsulotimiz juda ham katta bo'lsa, nima uchun bizdagi o'rta sinf o'smayapti? Nima uchun ikki etajli Amerikadagi, ayniqsa ma'lum bir o'sha haligi rjavoy poyezd deydi, ya'ni zanglagan, bir vaqtlar Amerika juda ham sanoatlashgan edi. Richard Nixon davridan boshlab, Xitoy bilan kelishgandan keyin, Amerikada ishchi kuchi qimmat bo'lib ketgandan keyin katta zavod va fabrikalar xorijga chiqib ketib boshladi. Masalan, bugungi kunda juda ham katta zavodlar Meksikada bor. Ayniqsa Xitoyga Amerikaning eng katta sanoat korxonalari chiqib ketgan edi. Chunki Amerikada oddiy amerikalikka 1,5 o'sha davrda, ya'ni 80-90 yillardagi statistika bilan aytyapman, 1,5-2 ming dollar bergandan ko'ra, o'sha paytda Xitoylikka 300 dollar berganda edi, Xitoy ko'proq ishlardi va 5 barobar arzon ishlardi. Endi Xitoyda ham turmush tarzi oshib, bugun anchagina nima bo'ldi? Vaziyat o'zgardi va Amerikada 4-sanoat inqilobi ketyapti. Ya'ni sanoatlashuv Amerikaga sekin qaytyapti, lekin bu Obama davrida davlat siyosatiga aylandi, ya'ni qaytarish sanoat. Bu Donald Trump davrida bu kuchayyapti. Va aytmoqchi bo'lganim, Amerikadagi ishchi va mehnatkashlar aytayaptiki, dunyoni biz qudratli davlati bo'lsak, nima uchun bizning turmush tarzimiz biz boyimayapmiz? Biz aksincha ishchi o'rinlarimizni yo'qotyapmiz. Demokratlar keladi, chegarani ochadi Meksika bilan. Chunki emigratsiya bizning aytaylik davlat siyosatimiz deb, ya'ni biz aslida migrantlar va immigrantlar mamlakatimiz deb qolganlarga eshigimizni ochadi, keladagi meni ish joyimni olib qo'yadi degan kayfiyat kuchayib boryapti. Va shuning uchun ham, ya'ni Donald Trump va uning komandasining o'zini mantiqi bor. Ya'ni ular tep-tekis joydan izolyasionizmga bosh urayotgani yo'q. Amerikaning ichkarisida ijtimoiy xuddi shunday so'rov bor. Mana shu kontekstda, ya'ni boshqa tomondan mana 3 yil bo'lyapti, Ukrainaga Rossiya bostirib kirdi. Rossiya aytayaptiki, bu yerda ikkita katta mantiq bor. Ukrainaning o'zining mantig'i bor va Rossiyaning mantig'i bor. Rossiya aytayaptiki, meni NATO o'rayapti. Sovet ittifoqi qulayotgan paytda bizga kafolat bergandilar, yozma emas, kelishuv doirasida emas. Bir qadam ham, bir qarish ham sharqqa kengaymaydi NATO deb Helmut Kohl yoki boshqalar aytgan, rostdan ham aytgan. Ya'ni bu bo'lgan narsa. Lekin undan keyin bir necha marta NATO kengaydi, ayniqsa Clinton davrida, keyin George Bush davrida, hattoki 2008-yilda Ukraina va Gruziyani NATOga a'zoligi bo'yicha deklaratsiya qabul qilindi. Ya'ni aniq shu yilda emas, lekin qachondir qabul qilinadi degan bir bayonotlar berilgandi. Buxoriy sammitida xuddi shunday. Demak, Rossiya Ukrainaga bostirib kirdi va NATOga a'zo bo'lishini oldini olmoqchi. Ya'ni butun dunyoda geosiyosiy turbulentlik ketyapti. Va mana shu fonda Markaziy Osiyo, ayniqsa O'zbekiston uchun bir qancha muhim vazifalar turibdi. Ya'ni geosiyosiy aloqalarning birinchi vazifasi bu siyosiy va geosiyosiy mustaqillikni mustahkamlash. Ya'ni bizga yashirincha yoki oshkora tahdidlar bo'lishi mumkin. Tarixda ko'p bo'lgan. Biz mustaqilligimizni aytaylik 20-asrda to'liq oldirgan xalqlar va millatlarimiz. Turkiy dunyodan faqatgina mustaqil qolgan yagona davlat bu Turkiya. 20-asrda. Ya'ni dunyo turkiylari uchun biz turkiymiz. 20-asr bu fojialar asri. Bir vaqtlar dunyoni boshqargan turkiylar 20-asrga kelib butunlay o'zini nimasini yo'qotdi. Geosiyosiy, siyosiy mustaqilligini yo'qotdi. Ma'lum bir qismi, juda ham katta qismdagi turkiylar hali ham mustaqil emas. Hali ham ularning davlatlari yo'q. Xalqlar bor, hududlar bor, ba'zi bir davlatlarning ichkarisidagi respublikalar bor, lekin mustaqil emas. Demak, O'zbekiston oldida turgan narsa Markaziy Osiyo deylik. O'zbekiston va Markaziy Osiyo. Ya'ni O'zbekiston deganda parallel ravishda Markaziy Osiyoga ham tatbiq qilish mumkin, chunki Markaziy Osiyodagi 5 ta respublikalar hammasi bir vaqtda mustaqil bo'lgan davlatlar va tarixan bularga tahdidlar, geosiyosiy yoki o'sha imperialistik tahdidlar har doim bir tomondan bo'lgan yoki o'xshash tomonlardan bo'lgan. Bugungi demak ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, geosiyosiy vaziyatimiz 5 ta respublikaniki bir-biriga juda ham yaqin. Kardinal farq qilmaydi. Va shu ma'noda demak O'zbekiston o'zining geosiyosiy, tashqi siyosiy aloqalarini mustahkamlashi bu birinchi o'rinda albatta qadriyatlar turadi. Ikkinchi tomondan iqtisodiy hamkorlik. Chunki davlatlar, millatlar iqtisodiy farovon bo'lgandagina
o'zining siyosiy va geosiyosiy mustaqilligini himoya qilish qobiliyatiga ega bo'ladi. Qo'pol qilib aytganda, och odam tabiiy ravishda o'zining rozi rizoligi bilan boshqaga o'zining vaqtini, umrini sotishga boradi. U yollanma aytaylik ishchi bo'ladi, yollanma aytaylik mehnatkash bo'ladi, yollanma. Ya'ni millat va davlatning qadr-qimmati, qudrati iqtisodiy parametrda ham o'lchanadi. Demak, Fransiya bilan aloqalar ikki taraflama. Fransiyaga nima kerak va O'zbekistonga nima kerak? Mana O'zbekistonga yuqorida aytib o'tdim. Fransiya demak dunyoning birinchi o'ntaligiga kiruvchi rivojlangan davlatlardan bittasi. Biroqlar dunyoning 6-chi davlati edi. Germaniya 5-o'rinda turardi, lekin bu davlatlarning nimasi o'sha yalpi ichki mahsulot nominal va sotib olish qobiliyatiga ko'ra biroz tushdi. Germaniyaning keyingi 3 yildagi iqtisodiy biroz bo'lsa-da reytingi pastga tushishiga sabab juda ham arzon Rossiyadan energiya olardi. Asosan gaz, qisman neft. Germaniya iqtisodiyoti Rossiya gaziga kuchli bog'langan edi. Va o'sha shimoliy oqim quvurlari uzilgandan keyin tabiiy ravishda uning iqtisodiyotda qiynalish davri boshlandi. Ya'ni bu tomoni ham bor. Xuddi shunday Fransiyada ham. Fransiyaning ma'lum bir ulush gazi Rossiyadan kelardi. Ya'ni Ukraina urushi Yevropa ittifoqiga, Yevropa iqtisodiyotiga katta ta'sir qildi. Endi Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik kengashi bor, 5 ta doimiy a'zosi bor. Shundan bittasi Fransiya. Yevropa ittifoqida yagona yadroviy salohiyatga, yadro bombasiga ega bo'lgan davlat bu Fransiya. Dunyoning birinchi o'ntaligiga kiruvchi iqtisodiyot bu Fransiya. Know-howlar, ya'ni har xil texnologiyalar, ilmiy, texnik, texnologik yangiliklar qilayotgan indeksda yuqori turadigan davlatlardan bittasi bu Fransiya. Yevropa ittifoqida aholi soniga ko'ra ikkinchi katta davlat, Germaniyada 83 million, ikkinchi katta davlat bu Fransiya 67 million. Bu Fransiya. Ya'ni Fransiya Yevropa ittifoqining kayfiyati, siyosatini belgilab berishda muhim ikkita davlatdan bittasi. Birinchisi Germaniya iqtisodiy lider, siyosiy lider deyishimiz mumkin bu Fransiya, chunki Germaniya siyosiy tashabbuslar ko'rsatishda Fransiya bilan birgalikda hamkorlik qiladi. Sababi Birinchi jahon urushi, Ikkinchi jahon urushidagi qolgan stereotiplar bor. Agar Germaniya maydonga chiqib faqat o'zini aytganini o'tkazmoqchi bo'ladigan bo'lsa, qolgan qo'shni davlatlar qo'rqib boshlaydi. O'shaning uchun birinchi Fransiyani rozi qoladagin, keyin shuni birgalikda qilaylik deb birgalikda olib chiqadi. Endi O'zbekiston Markaziy Osiyo yarim aholisi salkam, yarim aholisi bitta O'zbekistonda. Postsovet hududidagi ikkinchi yirik davlat de facto bu O'zbekiston. Formal Ukraina. Chunki Ukrainada urush boshlangandan keyin u yerdan kamida 6-8 million odam chiqib ketdi. Urush sababli aholi juda ham jiddiy qisqaryapti. Ba'zi bir aholi qatlami o'zining kelajagini Ukraina bilan bog'layotgani yo'q va ma'lumotlarga ko'ra, bu aniq ma'lumotlar emas. Bugun Ukrainada uzog'i bilan 30 million plus minus atrofida aholi bor. Lekin urushdan oldin 38 milliondi. Demak, O'zbekistonda 37 milliondan aholi oshdi. Rossiyadan keyingi ikkinchi postsovet hududidagi yirik davlat. Turkiya dunyoda ham ikkinchi yirik davlat. 6 ta Turkiy davlat bor. Turkiya aholisi 85 milliondan oshyapti. Ba'zi bir ma'lumotlarga ko'ra 90 milliondan ham oshadi deyshadi. Ikkinchi yirik davlat O'zbekiston 37 million bilan va uchinchi yirik davlat bu Qozog'iston 20 million. Bizdan salkam 2 marta kichkina. Keyingi yirik Turkiy davlat bu Ozarbayjon 10 milliondan oshadi. Keyingilar Qirg'iziston va Turkmaniston. Demak, O'zbekiston ham o'ta muhim davlat, postsovet hududida, Turkiy dunyoda va musulmon dunyosida 15-o'rinda turadi. Saudiyadan ko'ra bir qadam oldinda turadi aholi soniga ko'ra. Fransiyaga nima kerak? Markaziy Osiyoning geosiyosiy mustaqilligini mustahkamlash kollektiv g'arbning strategik manfaatiga kiradi. Chunki Markaziy Osiyo geosiyosiy mustaqilligini yo'qotgan kuni shu vaqtning o'zida yoki Rossiya, yoki Xitoy, yoki ikkalasi birgalikda kuchaygan bo'ladi. Chunki mintaqani yutishi mumkin bo'lgan, geosiyosiy nazoratga olishi mumkin bo'lgan ikkita davlat mavjud bugungi kunda. Geosiyosiy nuqtai nazardan Rossiya, geoiqtisodiy jihatdan bu Xitoy. Va shuning uchun mintaqaning kuchayishini Washington ham, Bryussel ham juda ham istaydi. Ya'ni geosiyosiy va siyosiy iqtisodiy jihatdan yutilishini istamaydi. Endi Fransiyaning energetika borasidagi o'zining spesifikasi bor. Dunyoda birinchi o'rinda turadi elektroenergiyani eng katta miqdorda atom texnologiyasidan oladigan davlat bu Fransiya. 70% elektroenergiyani Fransiya katta davlat, yuqorida aytdim. Endi faraz qiling, 67 million aholiga 40 million mashina bor. Shaharlarning yoritilishi, u yerdagi zavod, fabrikalar juda katta kolossal energiya kerak. Agar uni neftdan oladigan bo'lsa, Fransiyaga juda ham qimmatga tushib ketib qoladi. Va shuning uchun Fransiya elektroenergiyaning 70%ni atom elektrostansiyalardan oladi. Afrikadagi asosan 3 ta 4 ta davlatdan
o'ran olar edi va keyingi paytda Rossiyaning Wagner gruppalari va Rossiyaning maxsus ba'zi bir kuchlari Rossiyaning geosiyosiy projektiki Afrikaning ba'zi bir davlatlaridan Fransiyani siqib chiqarish edi va bunga erishdi ham. Ma'lum bir ma'noda erishdi. Shuning uchun muqobil uran energiyasi, uran mahsulotini izlayotgan davlat edi va O'zbekistondan, Qozog'istondan olyapti. Faqat O'zbekistondan emas, Qozog'istondan ham olyapti. Kechagi tashrif chog'ida 6,5 milliard yevroga kontraktlar imzolandi, ya'ni sarmoya. Odatda sarmoya degani o'sha kompaniya keladi, unga davlat yordam beradi, davlat ma'lum bir ma'noda kafolatlar beradi, davlat unga to'liq o'sha ham texnik, ham yuridik, hamma jihatdan demakki qo'llab-quvvatlov nima qiladi va natijada o'sha kompaniyalar yaxshigina daromad qiladi degani. Ya'ni odatda sarmoya eshiklarini ochish hammaga ham birdek emas. Masalan, Markaziy Osiyoda yozilmagan ma'lum bir tabu nimalar bor, qoidalar bor. Strategik infrastruktura masalalarida, ayniqsa birinchi ma'muriyat davrida bu kuchliroq edi. Xitoyga sarmoya eshiklari ochilmas edi. O'zbekistonda ham emas. Masalan, qolgan qo'shni davlatlarda ham. Lekin sekin-sekin bu vaziyat o'zgaryapti. Ya'ni dunyoda o'sha sarmoya uchun kurash ham o'zgarib boryapti. Qolaversa, mana talabalar almashinuvi, Fransiya O'zbekiston universiteti ochiladi. Bu ham yaxshi yangilik, chunki Fransiyaning reytingi yuqori bo'lgan bir qancha universitetlari mavjud. Kamol aka, shu joyda juda ko'p keng qamrovli ma'lumot berdingiz. Ya'ni dunyo geosiyosiy vaziyatiga qaysidir ma'noda tushunsa bo'ladigan ma'lumotlarni berdingiz, lekin xulosa qilib aytganda nimaga O'zbekiston Fransiyani tanladi? 4-marta ko'rishdi davlat rahbarlari. Germaniya emas, misol uchun Italiya emas yoki boshqa davlat emas. Nega Fransiya tanlovi nima bilan asoslangan? Ma'lum bir tarixiy kontekstda ham mavjud. Qarang, O'zbekistonda hokimiyat almashganida 2016-yilning sentyabr-dekabr oylari Markaziy Osiyo atrofida konkret geosiyosiy kontekst mavjud edi. Ya'ni Rossiya bilan kollektiv G'arbning munosabatlari zo'riqib kelayotgan edi. Birinchi ma'muriyat Karimovning tashqi siyosati, geosiyosati dixotomik siyosat edi. Dixotomik degani oq va qora degani. Bu nima degani? 90-yillarning boshida Karimov aytdiki, biz Turkiya modelidan, Turkiya yo'lidan ketamiz, Turkiyaga yuzlanamiz dedi. Bu 1 yil, 2 yil davom etdi va Turkiya bilan munosabatlar soviy boshladi. 90-yillarning o'rtalaridan toki 2005-yilga qadar, shartli ravishda 10 yillik, tashqi geosiyosatda birinchi ma'muriyat Vashingtonga yuzlandi. Ya'ni bosqichma-bosqich O'zbekiston NATOning ikkita loyihalarida ishtirok etdi. Washington bilan tashqi dunyoda, tashqi siyosatda biz hamkor, yaqin do'st, demak imkon qadar bir-birimiz bilan yaqinlashishimiz kerak degan qadam tashlandi, lekin bu ichki siyosatda inson huquqlari va demokratiyada o'zining to'laqonli aksini topgani yo'q edi. Va birinchi ma'muriyat mantig'iga ko'ra biz Washington bilan do'st bo'lyapmizmi? Washingtonning opponentlari yoki dushmanlari kim? Moskvaga ishonmaydimi, Pekinga ishonmaydimi, avtomatik ravishda biz Pekin va Moskvadan uzoqlashishimiz kerak yoki masofa saqlashimiz kerak. Demak, 2005-yildan keyin biz tezda geosiyosiy vektorni o'zgartirdik. Washington bilan munosabatlar pastga tushib ketib qoldi va Rossiya bilan 2004-yilda strategik hamkorlik bo'yicha ham kelishuv imzoladik va 2005-yilda ittifoqchilik birinchi ma'muriyat davrida faqat bitta davlat bilan ittifoqchilik aloqalari o'rnatilgan. Bu Rossiya bilan. 2005-yil voqealaridan keyin 2005-yilning noyabrida Rossiya bilan ittifoqchi bo'lamiz biz. Va shunda aytiladiki, kimki bizga domini ko'tarsa, Moskvaga domini ko'targan bo'ladi degan gap aytilgandi. Bu sitata bu. Aynan shu so'zlar aytilgan. Lekin 2002-yilda Washingtonga ketayotganimizda strategik sheriklik to'g'risidagi nimani imzolashda aynan teskarisi aytilgandi. Kimki bizga domini ko'tarsa, Washingtonga domini ko'targan bo'ladi deb 3 yil oldin, 4 yil oldin ham aytilgandi. Xo'p, ya'ni dixotomiya degani bir vektorli va qolganlar bilan munosabatlar o'sha vektorga agar teskari yoki kelishmasa, mana shunday mantiq bor edi. Hokimiyat ikkinchi ma'muriyatda o'zgarganidan keyin bu mantiqdan to'liq voz kechildi. Endi qarang, ikkinchi ma'muriyatning pozitsiyasi qanday? Tashqi dunyoda Moskva, Pekin, Washington, Bryussel o'rtasida qanchalik ziddiyat bo'lsin, bo'lmasin, bu sizlarning o'zlarining ishlaring. Biz bu ziddiyatlarga qarab o'zimizning manfaatimizni, o'zimizning tashqi siyosatimizni belgilamaymiz. Iqtisodiy, siyosiy yoki har qanday boshqa manfaatlarimiz bo'lsa, biz manfaatlarimizdan kelib chiqib hamma bilan erkin, muloqot, muvozanat, demak, aloqalarni o'rnatamiz. O'shaning uchun bir tomonga qarab, boshqa tomon bilan avtomatik o'sha tomonning kayfiyatdan kelib chiqib boshqalar bilan munosabatimizni shakllantirmaymiz.
Manfaatlarimiz to'g'ri keladi. Tolibon bilan munosabatlarimizni normallashtirdik. Manfaatlarimiz to'g'ri keladi. Pokiston bilan harbiy o'quv mashqlari o'tkazdik. Manfaatlarimiz to'g'ri keladi. Eron bilan bordi keldiramiz juda ham yaxshi. Biz bilamiz, kollektiv g'arb Eronga juda ham yomon ko'z bilan qaraydi. Isroilning eng katta dushmani. Isroil bo'lsa Amerikaning eng sevimli yaqin sharqdagi bolachasi, qizchasi deyishimiz mumkin. Ya'ni bu tomonlarga biz qaramaymiz. Yoki xuddi shunday Moskva bilan ham, Pekin bilan ham, Amerika bilan ham, demak Bryussel bilan ham munosabatlarimizni imkon qadar hammasi bilan manfaatimizdan kelib chiqib, ya'ni ko'p vektorli va teng vektorli. Ya'ni bu vektorlarni o'sha tartibga solayotganda bittasi yuqori, ikkinchisi past degan mantiq ham yo'qda bu yerda aslida keyingi payt. Gorizontal munosabatlar deyishimiz mumkin, xuddi shunday. 2017-18-yillarda Markaziy Osiyodagi kontekstdan kelib chiqib munosabatlarni, g'arb bilan munosabatlarni konfrontatsiya yo'lidan emas, imkon qadar geosiyosiy muvozanat yo'lidan borishga harakat qilindi va imkoniyat izlandi. O'zbekiston prezidenti Germaniyaga ham bordi. Yevropaning boshqa davlatlari bilan ham munosabatlari yaxshi, Vengriya bilan, Italiya bilan va boshqa davlatlar bilan. O'ylaymanki, qolgan davlatlarga ham albatta davlat tashriflari bo'ladi. Ular ham taklif qilinyapti. Yevropa ittifoqining liderlari, masalan, Ursula von der Leyen yoki boshqalar, mutasaddilarning hammasi, masalan, O'zbekistonga bir necha marta kelib ketdi keyingi 3 yil, 4 yilda. Endi Fransiya o'zi odatda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashida ham va Yevropa ittifoqi ichkarisida ham imkon qadar muvozanatli siyosat yuritishga harakat qiladi. Fransiyada ikkita geosiyosiy maktab mavjud. Birinchisi gollizm. Charles de Gaulle bu ikkinchi jahon urushidan keyin prezident bo'lgan va u aytganki, anglosaksonlarga u qadar ham kuchli ishonib bo'lmaydi. Angliyaga ham, Amerikaga ham biz biroz ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishimiz kerak. Albatta bular do'stlarimiz, albatta hamkorlarimiz, bizga yordam bergan ikkinchi jahon urushidan chiqishimizda, lekin ayni paytda ularning to'liq proyektini inobatga oladigan bo'lsak, biz o'zimizning o'zligimizni va Yevropa o'zligimizni yo'qotib qo'yamiz degan bir pozitsiyani qoldirgan. Ya'ni biroz bo'lsa-da Washingtonga va Londonga shubha bilan qarash. Ikkinchi maktab bu atlantizm. Atlantizm maktabiga ko'ra, ya'ni Fransiya prezidentlari bittasi ba'zilari ko'proq gallist bo'ladi, ba'zilari ko'proq atlantist bo'ladi. Misol uchun Sarkozy atlantist edi. Undan oldingi ba'zi bir prezidentlar atlantist bo'lgan odatda, ya'ni Amerika bilan munosabatlarga ko'proq e'tibor bergan. Ya'ni atlantizmning ma'nosi Yevropa ittifoqi o'zining xavfsizligi, barqarorligi, rivojlanishini ta'minlashda albatta Atlantikaning narigi tarafi bilan kuchli aloqa qilish kerak. Narigi tarafda, demak, Amerika Qo'shma Shtatlari va Kanada bor. Kanada bilan Fransiyaning aloqalari juda ham kuchli. Sababi Kanadaning ma'lum bir provinsiyalari, Quebec deydi. Bu fransuz hududlari. Ya'ni fransuz tili u yerda davlat tili. Ya'ni Kanada ham federal davlat aslida, u yerda til, madaniyat nuqtai nazaridan bir-biridan farq qiladi. Endi Donald Trump hokimiyatga kelgandan keyin, mana keyingi bir oydagi vaziyat juda ham hammamizga yaxshi ma'lum. U aytdiki, NATO o'zining aravasini o'zi tortish kerak. Saylov kampaniyasi davrida aytdi, men NATOdan chiqib ketaman dedi. Amerikaning kongressmen va senatorlari tapir-tupur qonunchilikni o'zgartirib tashladi. Oldin prezidentning farmoni bilan chiqib ketish mumkin edi. Qonunni o'zgartirib qo'yib, Kongress va Senatning mutlaq aksariyati 3dan 2 qismi rozi bo'lgandagina, ya'ni 70% xo'p desagina chiqib ketish mumkin bo'ladi. Ya'ni Donald Trump endi chiqa olmaydi. Va endi Donald Trump aytayaptiki, Amerikaning ishtirokini pasaytiraman, uni qo'la oladi. Amerikaning moliyalashuvini to'xtatib qo'yaman dedi va eng asosiysi strategik shubha paydo bo'ldiki, mabodo NATOning bitta davlatiga kimdir hujum qilsa, avtomatik ravishda hech kimdan so'rab o'tirmasdan hammasi yoppasiga unga qarshi turish kerak edi. Endi hozir strategik shubha paydo bo'ldiki, Donald Trump Amerikasi bizni himoya qiladimi degan masalada shubha paydo bo'ldi. Donald Trump aytishi mumkin, o'zlaring mana Ukrainaga o'xshab sotishi yoki tashlab qo'yishi mumkin. Rossiya bilan kelishamiz deydigan bo'lsa, unda NATO yo'qolgan bo'ladi. Xuddi shunday Yevropa ittifoqini Amerika uchun, Amerikaning hayotini qiyinlashtirish uchun tuzilgan tashkilot deb nomladi yaqinda. Ya'ni bu inqilobiy bayonot aslida. Amerika siyosiy tafakkurida bu har doim bo'lgan bunday qarash. Ya'ni yevro pul birligi dollarni mavqeini pasaytiradi degan qarash yoki boshqa qarashlar, lekin biror bir Amerikaning prezidenti buni shunday bayonot bermagandi. Ya'ni tabiiy ravishda Amerika, Donald Trump Amerikasi uchun Rossiya tahdid emas, Yevropa ittifoqi tahdid sifatida talqin qilindi. Va mana shu fonda Yevropa liderlari
Demak, biz bundan keyin Amerikani qosh qog'iga qarab emas, mustaqil bo'lishga majburmiz. Strategik masalalarda, mudofaa xavfsizlik masalalarida va shuning uchun Yevropa ittifoqining taqdirini bo'ynimizga olishga to'g'ri keladi degan kayfiyat oldindan bor edi. Bu jiddiy kuchaydi va mana shu ikkita muhim davlatdan bittasi bu Fransiya. Fransiyadagi gallizm bugun Yevropa ittifoqidagi gallizmga aylanyapti. Fransiya uchun, demak, Markaziy Osiyo juda ham katta mintaqa. To'g'ri, aholisi hammasi Markaziy Osiyoning aholisini yiqqanda 85 million bo'ladi. Bu bitta Germaniyaning aholisiga teng salkam. Lekin bu mintaqaning potensiali katta. Bu mintaqa mana shu Yevrosiyo katta qit'asidagi kuchlar va qudratlar, demak, muvozanatini va ularning o'rtasidagi munosabatni belgilab beruvchi mintaqa deyishimiz mumkin. Kamol aka, shu kirish qismimizdagi fikrlaringizni xulosa qilib shunaqa desam bo'ladimi? Umuman olganda Fransiya bu global davlat, buyuk davlat desak ham bo'ladi qaysidir ma'noda va u Yevropada eng mustaqil siyosat yurituvchi kuch markazi sifatida va O'zbekiston nimaga? Chunki O'zbekiston Markaziy Osiyodagi shu birlashuv yoki o'zaro muammolarni yechishga eng katta nima deydi, e'tibor qaratayotgan, tashqi siyosatini markazi qilayotgan davlat va shuningdek bu hudud boshqa ikki ehtimoliy dushman deymiz, opponentlarni e'tiboridagi hudud bo'lgani uchun. Fikrlaringiz to'g'ri va biroz qo'shimcha qilmoqchimanki, 2017-yilda hali Ukraina urushi boshlangani yo'q edi. Germaniya bilan, ayniqsa Angliya bilan Rossiyaning, Amerika bilan, anglosaksonlar bilan Xitoyning munosabatlari o'ta tarang bir paytda Fransiya ancha neytral davlat edi. Mana shu konfliktlar fonida. Va Yevropa ittifoqiga kirib borishimiz uchun, kollektiv g'arbga kirib borishimiz uchun Fransiya optimal bir yo'l edi aslida. Endi Fransiya bilan aloqalarimiz juda ham ijobiy, iliq bo'lgan payt u yillar o'tdi. Masalan, 2018, 19, 20, 21, 22. Mana shu birinchi 5 yillikda hali Ukraina urushi yo'q edi. Va mana shu davrda Fransiya bilan aloqalarimiz juda ham yaxshi shakllandi. Bunga na Xitoyning, na Rossiyaning, na global janubning hech qanday e'tirozi yo'q edi. Endi bugun Fransiya bilan munosabatlarimiz juda ham ijobiy bo'lgan bir paytda, lekin kollektiv g'arb bilan, Yevropa ittifoqi bilan Rossiyaning munosabatlari o'ta salbiy bo'lib qoldi. Bunga Rossiyaning o'zi aybdor. Ya'ni bugun Rossiya bilan G'arbiy Yevropadagi biror bir davlatning munosabati ijobiy emas, faqatgina bitta istisno bor, bu Vengriya. Endi Vengriyaning bosh vaziri Viktor Orban har doim yo'q deydi, keyinroq ha deyish uchun. U savdolashadi. U savdogar va biror bir masalada o'zining vetosini oxirigacha olib bormaydi. Faqat narxini oshirib oladi va albatta shu o'zining ovozini qimmatroq sotishni xohlaydi. Xuddi shunday stil bu Erdo'g'anda ham bor, misol uchun, hammamiz bilamiz uni. Kamol aka, shu joyda bitta menda qiziq savol tug'ildi, unutib qo'ymasimdan oldin. Yuqorida Fransiyani Markaziy Osiyodagi, xususan O'zbekiston va Qozog'istondagi uran masalasidagi qiziqishini gapirdik. Va bu qiziqish Afrikadagi qisman Wagner xususiy harbiy kompaniyasini xatti-harakatlari bilan bog'liqligini ham bir gapirib o'tdik. Shu holatda hozir Rossiya Ukrainada urush olib borayotgan vaqtda O'zbekistonni bir ittifoqchisi, strategik hamkorlikka ega davlat va endi shunaqa Fransiya bilan Rossiyaning o'rtasida hali noaniqlik bor vaziyatda O'zbekiston rahbari Fransiyaga borishi bu siyosiy jur'atmi? Buni nima deb ta'riflasak bo'ladi? Bu tabiiy ravishda Bunun ustiga strategik sheriklik ham imzolandi shartnomasi. Albatta, bu munosabatlarning juda ham yuqori bir pallasi. Ikki davlat o'rtasida strategik sheriklik faqatgina bitta yuqorida daraja qoldi, bu ittifoqchilik munosabatlari. O'zi dunyo tajribasida na strategik sheriklikning va ittifoqchilikning aniq huquqiy o'lchami, mezoni, qoliplari mavjud emas. Tomonlar unga qanday ma'no bersa, xuddi shunday ma'no kasb etadi. Demak, O'zbekistonning jami bo'lib, mana mustaqilligimizdan beri faqat 4 ta davlat bilan ittifoqchilik munosabatlarini o'rnatdik. Aytdim yuqorida, Karim davrida faqat bitta Rossiya bilan, lekin Karimovning o'zi bir umr Rossiyani tanqid qilib kelgan. Uni ham esdan chiqarmaslik kerak. O'sha 21-asr bo'sag'asi degan kitobda O'zbekiston xavfsizligi 7 ta tahdidni sanaydi Karimov, 7 ta tahdidni. Aytadi, birinchisi mintaqaviy mojarolar, ikkinchisi diniy ekstremizm va terrorizm, uchinchisi ulug' millatchilik, shovinizmi va agressiv, tashmasam imperiyachilikmidi, ya'ni u yerda faqat Rossiya haqida gap ketadi. Birinchi, Karimov aytadiki, hattoki to'g'ri mintaqaviy mojarolar va diniy ekstremizm va terrorizm bizni bezovta qiladi deydi. Lekin davlatimizni yiqita olmaydi deydi. Mustaqilligimizni olib qo'ymaydi deydi. Lekin uchinchisi haqiqiy xavf deydi Karimov aytadi.
Karimov aytadiki, davlatlarning ichkarisidagi demak millatlarni, ma'lum bir hududlarni gijgijlash, separatizm qo'zg'atish, bu hammasini Rossiya qiladi deydi. U yerda kitobda juda ham kuchli gaplar bor, juda ham dahshatli gaplar bor aslida. Va mana shu kitobni 97-yilda yozgan Karimov 2005-yilga borib Rossiya bilan o'zi ittifoqchi bo'lishga majbur bo'ladi. Ichki siyosiy, ya'ni Andijon voqealaridan keyin. Endi Mirziyoyev davrida 3 ta davlat bilan ittifoqchi bo'ldik. Ya'ni ikkita stil haqida gapiryapman-da. Birinchisi Qozog'iston bilan. Ukraina urushi boshlandi fevralda, 2022-yilning fevralda va yilning oxiriga kelib Qozog'iston bilan ittifoqchi bo'lyapmiz. Mantiq bor. Endi 2024-yilning boshida Tojikiston bilan va avgust oyiga kelib Ozarbayjon bilan. Ya'ni qarasangiz, haqiqatda eng yaqin qo'shnilar yoki bitta o'zlikdagi. Ya'ni Kavkazdagi yagona turkiy davlat bu Ozarbayjon. Tarixan biz bilan doimiy eng kuchli aralashgan millat bu tojiklar. Garchi qo'shni turkiylardan ko'ra o'zbeklar bilan tojiklarning aralashuvi bu tarixan kuchli bo'lgan, ya'ni uni inkor qilib bo'lmaydi. Ya'ni ikkita stil bir-biridan haqiqatda farq qiladi. Ya'ni Mirziyoyevning ittifoqchiligi bu haqiqiy tarixan shakllangan do'stlik, ishonch, o'zlikka borib taqaladi demoqchiman. Endi Rossiya Fransiya bilan bizning yaqinlashuvimizni tabiiy rashk bilan qabul qiladi. Bizdan Fransiya bilan yaqinlashsak yoki Amerika Qo'shma Shtatlari, ayniqsa Angliya, Amerika yoki mana shunday dunyodagi geosiyosiy qudratli davlatlar bilan yaqinlashadigan bo'lsa, endi hozirgi fonda balkim Donald Tramp bilan O'zbekiston rasmiylari uchrashsa, o qadar Rossiyaga alam qilmasdir balkim. Lekin Yevropa kontinentidagi Angliya, Birlashgan Qirollik, Fransiya va Germaniya bular Yevropa ittifoqini Ukraina masalasidagi pozitsiyasini juda ham kuchli shakllantirayotgan davlatlar. Rossiyaning bizga qarashini menimcha rashk deb nomlash mumkin. Xavotir deb asos yo'q bunga. Ya'ni Rossiya o'ylashi mumkinki, ha, Markaziy Osiyodagi biz bilan juda ham tarixan yaqin bo'lgansan, biz bilan sen bilan konfliktimiz yo'q. Anti Rossiya bo'lmoqchimisan? Ya'ni Rossiyaning keyingi paytda 3 yildagi kriteriyalar bor. Pro Rossiya, Rossiyaning do'stlari, anti Rossiya, Rossiyaning dushmanlari, ya'ni Rossiya uchun eng katta anti Rossiya, ya'ni Rossiyaga qarshi bo'lgan davlat bu birinchi Ukraina, keyin Boltiqbo'yi davlatlari, keyin Polsha, mana Amerika edi. Donald Tramp kelgandan keyin hozir agar Rossiya propagandasiga qarasangiz, Amerika anti Rossiya deb talqin qilinmayapti hozircha. Lekin 3 oy 4 oydan keyin nima bo'ladi, buni hech kim kafolat bera olmaydi. Lekin anti Rossiya sifatida Fransiya bor, Germaniya bor, Angliya bor. Markaziy Osiyoda agar Rossiya propagandasiga qarasangiz, ham Rossiyaning ikkita katta strategik tashkilotining a'zosi, Xavfsizlik kelishuvi shartnomasi, KXSHT, ya'ni ODKB deymiz, rus tilida, va Yevrosiyo ittifoqi. Mana bu ikkalasining ham a'zosi bu Qozog'iston. Va ayni paytda Qozog'iston vaqti bilan Rossiyaga to'liq yutilmaslik uchun yo'q, biror bir tashabbusga yo'q deydigan bo'lsa, mana esingizda bo'lsa, Putin o'tiribdi. Shu yerda Russia Today'ning boshlig'i Simonyan haligi opa savol berdiki, DNR, LNRni tan olasizmi deganda, To'qayev aytgandek, yo'q, tan olmayman seni bu proyektlaringni deganda, keyin Rossiya propagandasi konflikt boshladi. Biz To'qayevni qutqarib qoluvdik, xalq ko'chaga chiqqanda ekstremistlar, terroristlar uni yiqitib tashlagan bo'lardi. Endi mana shumi bizga minnatdorchiligi, shumi rahmat aytishi deb propaganda nima qilgan. Ya'ni O'zbekiston bu ma'noda juda ham kuchli muvozanat ushlab turibdi. Birinchidan bu ikkita tashkilotga kirmaymiz. ODKBga kirishga haqqimiz yo'q. Chunki biz qonunchilikni, hattoki konstitutsiyani, mudofaa doktrinasini, demak tashqi siyosiy konsepsiyani hammasida kiritganmizki, biz harbiy bloklarga a'zo bo'lmaymiz. Bu ikkinchi ma'muriyatning eng katta kuchli qadamlaridan bittasi. Qolaversa, O'zbekiston global qo'shilmaslik harakatiga ham qiziqish bildiryapti. Esingizda bo'lsa, mana Ozarbayjonning know-how'si postsovet hududida na ODKBga, na NATOga, harbiy bloklarga biz a'zo bo'lmaymiz. Dunyodagi o'sha juda ham kuchli, ehtirosli, geosiyosiy va harbiy strategik konfliktlarga aralashmaymiz. Biz betarafmiz degan bir liniyani yoki tafakkurni tarafiga o'tdi Ozarbayjon. Hattoki global qo'shilmaslik harakatining eng katta sammitini adashmasam 23-yildami, 24-yilning boshidami o'tkazdi. 23-yil deydi adashmasam. Va unga O'zbekiston kuzatuvchi sifatida bordi. Ya'ni prezident bordi. Keyin qolaversa tashqi ishlar vazirimizning birinchi o'rinbosari Bahrom A'loyev har doim mana shu proyekt bo'yicha qayerda sammit yig'ilish bo'lsa, o'sha yerga boradi har safar. Ya'ni O'zbekiston jiddiy bu tajribani o'rganyapti. Va O'zbekiston Rossiyaning mana shu tashkilotlarga kirmaydi ham va shu sababli Rossiya bosimi yoki ta'siri bizda muvozanatli
va shu sababli bizni Rossiyaga yo'q, bu tashabbuslar haddan tashqari oshib ketdi deyishga ehtiyoj ham yo'q. Ya'ni bizda muvozanat bor. Qozog'iston mana shu muvozanatni qo'ldan boy bergan, chunki ikkita tashkilotga kirib qo'yganligi uchun. Lekin bunga ham Qozog'istonning birinchi prezidenti aybdor. Yelsin davrida har hafta yangi tashabbus bilan chiqardi. Integratsiya uchun 10 qadam, yana bir tashabbus. Kelinglar Yevrosiyo ittifoqini qilaylik degan tashabbuslar. Bu Yelsinning g'oyasi emas, bu Nazarboyevning g'oyasi. Kamaldagi shunda sizni to'g'ri tushungan bo'lsam, endi Qozog'iston misolida tushuntirib berdingiz. O'zbekistonga ta'sir qilish, bosim qilish richaklari kamroq bo'lgani uchun O'zbekistonda hozir shunaqa qiyin vaziyatda ham Rossiyaga yoqmaydigan xatti-harakatlar qilish imkoniyati bor desak Yo'q, bo'ladimi? maqsad Rossiyani jahlini chiqarish emasda. Ya'ni bu yerdagi motiv, ana O'zbekiston aytayapman-ku, ko'p vektorli siyosat olib boryapti va teng vektorli. Ya'ni O'zbekiston konfrontatsiya izlayotgani yo'q. Buni to'g'ri tushunish kerak. Ya'ni men tushuntirmoqchiman. Jamoatchilikka, siz-ku ekspert sifatida tushunasiz. Jamoatchilik tushunish kerak. Agar mabodo o'sha Rossiya parastiymiz yoki Rossiyaning vakillari ko'radigan bo'lsa, ular to'g'ri tushunish kerak. O'zbekiston mustaqil davlat. Bizning o'zimizni ichki ehtiyojlarimiz bor, tashqi dunyo bilan aloqalarni, iqtisodiy, geoiqtisodiy, texnologik va boshqa munosabatlarni rivojlantirib borishdan. O'zbekistonning tashqi siyosati faqat ikkita davlatga bog'liq bo'lib qolishi bu mantiqan to'g'ri bo'lmaydi, Rossiya bilan Xitoy. O'zi shundoq ham birinchi va ikkinchi savdo-iqtisodiy hamkorlarimiz bu Xitoy va Rossiya. Ba'zi yillari birinchi o'ringa Rossiya chiqadi, Xitoy ikkinchi o'ringa tushib qoladi, ba'zan Xitoy birinchi o'ringa chiqadi, Rossiya ikkinchi o'ringa tushib qoladi. Bu o'sha gazning sotilish nimasi bilan bog'liq-da, o'sha narxlari bilan bog'liq. Hozir Rossiya xavotir bilan qaragani bilan O'zbekiston geosiyosiy muvozanatni buzmaydi baribir. Motiv Rossiyaning jahlini chiqarish emas. Biz tashqi dunyo bilan aloqalarimizni mustahkamlash. Buni agar Rossiyaning qosh-qovog'iga qaraydigan bo'lsak, unda biz faqatgina Rossiyani o'ziga bog'lanib qolgan bo'lamiz. Biz mustaqil davlatmiz. Rossiya ertami kechmi buni nima qilish kerak, anglash kerak. Ikkinchi Belorussiya bo'lib qolamiz. Yo'q, biz unaqa niyatimiz yo'q. Biz unaqangi nima emasmiz. Bizning potensialimiz butunlay boshqacha. Ichki siyosatda, masalan, ichki siyosatda ham bugun muvozanat bor. Ya'ni bugun O'zbekiston mana xalqaro reytinglar, inson huquqlari, to'g'ri ikkinchi prezident Mirziyoyev demokratiya haqida Karimovdan 10 barobar kam gapiradi. Karimov har kuni kamida bir marta demokratiya va inson huquqlari deyardi. Inson huquqlari demasda, demokratiya va huquqiy davlatchilik deyardi. Lekin amaliyotda bundan teskarisi bo'lardi. Lekin bugungi kunda masalan ichki siyosatda kuch ishlatar tizimlarni ham davlatning reputatsiyasi, xalqning manfaatlari, demakki qonun doirasida xatti-harakat qilish ularga nisbatan talabi bugun kuchli. Birinchi ma'muriyat davrida ularga kart blansh berilgandi. Bugun ularga kart blansh berilgani yo'q. Mana yaqindagi bo'lgan voqealar aytaylik, kuch ishlatar tizimlarining rahbariyatlari o'zgarishi. Bu mana prezident Mirziyoyevning siyosiy irodasini ko'rsatadi. Ya'ni ularga monopoliya, siyosiy monopoliya berish kayfiyati yo'q bugun ikkinchi ma'muriyatda va bu juda ham to'g'ri qadam aslida. Chunki agar ularga siyosiy monopoliya beriladigan bo'lsa, buning bosqichma-bosqich siyosiy oqibatlari, xalqaro oqibatlari O'zbekiston davlatchiligi uchun va alal oqibat tarixiy reputatsiya uchun oqibatlari juda ham yomon bo'ladi. Buni prezident juda ham yaxshi biladi va unga imkoniyat berish niyati yo'q bugun. Demak, Rossiya Fransiya bilan munosabatlarimizga rashk bilan qarash bu o'zining ishi, lekin ko'nikish kerak, vaziyatni to'g'ri tushunish kerak, to'g'ri qabul qilinishi kerak. Yuqorida aytib o'tdim, ko'p vektorli va teng vektorli siyosatning meseji shundan iboratki, o'zaro munosabatlarning qanchalik ziddiyatli bo'lsin, biz bu bilan nima qilmaymiz. Lekin unga qo'shilib senga qarshi turmaymiz, senga qo'shilib unga qarshi turmaymiz degan pozitsiya bo'lyapti O'zbekistonda. Kamoliddin aka, unda endi baribir jamiyatda bir savol va fikr shakllandi. Kuni kecha Rossiya Gosdumasining spikeri janob Volodin keldilar va ba'zi bir aholimizni qismi buni Rossiyani tezkor reaksiyasi deb qabul qildi. Siz buni qanaqa baholaysiz? Men ham tezkor reaksiyasi deb qabul qilaman. Har safar O'zbekiston mintaqadagi juda ham muhim davlatda aslida. Mana Zbigniew Brzezinskiy Markaziy Osiyoda geosiyosiy mustaqillik potensiali mavjud bo'lgan yagona davlat deb aytgan. Ikkita davlatni tahlil qilgan. Qozog'iston va O'zbekistonni. Qozog'iston katta davlat, boy davlat, chiroyli davlat, yer osti resurslari ko'p, lekin ikkita minusini aytgan. Dunyodagi eng uzun quruqlikdagi chegara 7,5 kilometr Rossiya bilan. Chunki strateglar urush potensialini, harbiy to'qnashuvlarni har doim o'zining ongida modellashtirib ko'radi. Davlat rahbarlari, siyosatchilar ham buni inkor qila olmaydi aslida.
Chunki konfliktlarning oxirgi nuqtasi bu urush. Ya'ni Qozog'iston bilan Rossiya o'rtasida agar mabodo o'sha Qozog'iston geosiyosiy mustaqillik yo'lidan haqiqatda Rossiyaning qo'shqog'iga qaramasdan siyosat yuritadigan bo'lsa, keyingi etapda xuddi Ukraina ssenariyasiga o'xshash holat bo'lishi mumkin. Bugun agar Qozog'iston ekspertlarining fikriga quloq solsangiz, mana do'stim Satbayev, do'stim, u bilan gaplashib turaman. Yaqinda intervyu berdi. Ukraina tezda yengiladigan bo'lsa, bizga bosim kuchayadi dedi. Ochiqchasiga aytdi. Lekin do'stim Satbayev bu hokimiyatga yaqin bo'lgan siyosatshunoslardan bittasi. Ya'ni mana shunday kayfiyat rasmiy elitada mavjud aslida. Qozog'iston elitasida. Va Zbigniew Brzezinskiy Qozog'istonga aytgan ikkinchi nuqsoni o'sha paytda, bu 90-yillarning o'rtasida yozilganda, 96-yilda yozilganda, 97-yilda bu kitob rus tiliga tarjima qilinganda, adashmasam, demak, ikkinchi katta nuqsoni Qozog'istonning aholisining yarmi rusiy zabon va ruslar degandi. Bugun qisqargan anchagina, lekin baribir ulushi katta. Endi shu fonda O'zbekiston. Rossiya bilan chegarasi yo'q. Markaziy Osiyoning yarim aholisi O'zbekistonda yashaydi. Tarixiy poytaxtlarning hammasi O'zbekistonda, ya'ni Buxoro, Termiz, Qo'qon xonligi, Toshkent, hattoki Sovet ittifoqi davrida ham Markaziy Osiyoning poytaxti Toshkent edi, Olmaota emas edi. Ya'ni muhim nimalar, birinchi universitetlar va birinchi hamma Sovet ittifoqi davridagi qudrat markazi Markaziy Osiyodagi bu endi ikkita iqtisodiy rayon edi, ya'ni uni ham aytish kerak. Sredniy Aziya va Qozog'iston. Ya'ni Sredniy Aziya deganda 4 ta respublika, Qozog'iston alohida iqtisodiy hudud, iqtisodiy rayon sifatida belgilangandi va Qozog'istonning sanoatlashuvi ancha yuqoriroq edi baribir. Chunki og'ir metallurgiya va boshqa sohalarda Qozog'istonga ko'proq stavka qilingandi. Markaziy Osiyodagi muhim davlat bo'lar ekan O'zbekiston, Rossiyaning o'sha mulozimlari Rossiya bilan munosabatlarni qaytadan ko'rib chiqmoqchimikin degan savol ularda paydo bo'lishi tabiiyda. O'zi unday garchi mana shunday savol jiddiy qo'yilmasa-da, lekin davlat munosabatlarida o'zining aytaylik ohista vetosi yoki ehtiyotkorligi, o'zining ozabochenность deydi rus tilida. Uni bildirish amaliyoti mavjud. Misol uchun O'zbekiston prezidenti Washingtonga borganida, shu bir haftaning ichida O'zbekistonga Toshkentga kelgandi Rossiya mulozimlari. Fransiyaga borganda ham yoki boshqa davlatlarga borganda ham bizga Rossiyaning u yoki bu mulozimi kelib, do'stligimiz kuchida turibdimi deb ketadi har safar. Ya'ni bu bir tomondan O'zbekistonning xalqaro maydondagi subyektligi oshganligini ko'rsatadi. Ya'ni biz bilan hisoblashyapti va bu yaxshi narsa. Ikkinchi tomondan Rossiya geosiyosiy tafakkurini ham ko'rsatadi. Ya'ni Rossiya har narsaga xavotir olaveradigan, o'ziga ishonmaydigan. Karimda bitta gapi bor edi. Rossiya iqtisodiy farovon davlat bo'lsa, Markaziy Osiyo Rossiyadan uzoqlashdan manfaatdor bo'lmaydi degan. Endi bugungi kunda Rossiya urush boshladi Ukrainaga. Aholisi demografik qisqaryapti. Rossiya dunyoga yangi texnologiyalar, yangi ixtirolar, yangi know-howlar berayotgani yo'q. Iqtisodiy, siyosiy va boshqa ulushlar qisqarib boryapti. O'zining hamma qo'shnilariga tahdid qilishni yaxshi ko'radi. Kim Rossiya bilan haqiqiy samimiy manfaatdor bo'ladi, ijobiy munosabatlarni yuqori darajada ishlab turishdan. Men doim bitta fikrni aytaman, Rossiya borasida bizning ikkita konseptual nuqtamiz, qarashimiz bo'lishi kerak. Birinchisi Rossiyaga yutilmaslik, ikkinchisi Rossiyadan uzilmaslik. Bu ikkalasi o'rtasida muvozanat bo'lishi kerak va o'ylaymanki, aynan shu siyosat O'zbekiston ikkinchi ma'muriyat davrida juda ham samarali amalga oshyapti. Kamolda endi tashrifga o'tsak, misol uchun hammani e'tiborini tortgan, hayron qoldirgan narsa bu O'zbekiston delegatsiyasiga ko'rsatilgan e'tirof va mulozamat. Misol uchun prezident o'zbek tilida gapirdi. Prezidentni qalbiga yo'l topish uchun, endi unaqa demayman, bir ixtirosni uyg'otish uchun 19-asrda suratga olingan bir rasm sovg'a qilindi. Orden berildi, faxriy legion ordeni. Ya'ni bu juda ko'p diplomatik harakatlar bo'ldi-da. Buni sababi nimada? O'sha siz aytdingiz-ku, jamoat tushunsin deganman. Qarang. O'zi davlatlar o'rtasidagi strategik sheriklik bu munosabatlarning juda ham yuqori bir pallasi. Fransiya siyosiy maktabida ordenlarga siyosiy ma'no berish boshqa davlatlarga ko'ra kuchliroq bo'lgan. O'sha faxriy legion ordeni Napoleon Bonapart tomonidan 1802-yilda joriy qilingan. Uning bir qancha darajalari mavjud. Eng yuqori darajasi prezidentga taqdim qilindi. Odatda o'sha Fransiya o'zining ittifoqchilari, o'zi strategik sheriklari yoki xalqaro maydonda juda ham katta jasorat yoki ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarga juda ham katta hissa qo'shgan davlat rahbarlariga yoki siyosatchilarga beriladi. Asosan 95% bu fransuzlarning o'zlariga beriladi. Lekin 5%
dunyodagi boshqa endi men taxminan aytyapman, uni foiz miqdorida aniq aytishim Katta qiyin. qismi. Katta qismi fransuzlar o'zlariga beriladi. Zelenskiyga berilganda uning o'sha jasorati uchun Ukraina xalqiga va Zelenskiyga misol uchun 2008-yilda Nazarboyevga berilgan edi. Qozog'iston va Fransiya o'rtasidagi strategik sheriklik o'shanda imzolangandi. Lekin u paytda Rossiya bilan Fransiya o'rtasida, umuman kollektiv G'arb bilan Rossiya o'rtasida hech qanday ziddiyat yo'q edi. Hozirgi kontekstda mana O'zbekistonga berilyapti. O'zbekistonni mana shunday yuqori bir darajada kutib olinyapti. Aytganingizdek o'zbek tilida gapirildi. Bu O'zbekistonning global geosiyosatdagi mavqeini anglash deb aytishim mumkin. Ya'ni 2016-17-yilga qadar O'zbekiston ihotalandi. 2005dan toki 2016-yilga qadar. Dunyo davlatlari, dunyo liderlari O'zbekistonni aylanib o'tdi. Qo'shni davlatlar bilan ham, xalqaro hamjamiyat ham va mana shu keyingi 7-8 yilda O'zbekistonning reputatsiyasi ustidan, atrofdagi davlatlar bilan munosabatlar ustidan jiddiy ishlandi. Bu ish davom etyapti. O'zi mendan ko'pchilik so'raydi-da, repressiyalar siyosati qaytmaydimi degan bir savolni ko'p beradi xalq. Men har doim aytamanki, odatda siyosatchi, siyosiy liderning stili birinchi 3 yillikda shakllanib o'zini ifodasini ko'rsatadi. Agar biror bir force major vaziyat bo'lmasa, bu stil o'zgarmaydi. Va xulosa qilish mumkinki, O'zbekistonning stili, ikkinchi ma'muriyatning stili shakllanib bo'ldi. Bu O'zbekistonning reputatsiyasini o'ylash, kuch ishlatар tizimlarga kart blansh bermaslik, O'zbekistonni xalqaro maydondagi subyektligini bosqichma-bosqich kuchli oshirib borish, ko'p vektorli, teng vektorli siyosat yuritish, ichki siyosatda inson huquqlari va demokratiyani real amaliyotda uni kampaniyaga aylantirib yubormasdan amalga oshirish. Bosqichma-bosqich, ya'ni mana Fariz Zakariya bir gapni aytadi-da, agarki yalpi ichki mahsulot jon boshiga 5-6 ming dollardan past bo'ladigan bo'lsa va jamiyatga siyosiy erkinlik beriladigan bo'lsa, juda ham qo'pol bir misol keltiraman. Och qoringa erkinlik beriladigan bo'lsa, xalq o'sha siyosiy hokimiyatni va davlat institutlarini har safar uni jazolash maqsadida yiqitib tashlayveradi deydi. Ultra o'nglar va ultra so'llar, populistlar hokimiyatga kelaveradi deydi. Chunki ular yo'q narsani va'da beraveradi. Men 5 kunda sizlarning muammolaringni avgustda hal qilib beraman, hech qanday iqtisodiy ijtimoiy muammolar qolmaydi deydi. Xalq ekspert emas-ku. Xalq ovoz beradi-da. Mana populistlar kelyapti-ku. Umid bilan ovoz beraveradi. Ya'ni o'zi siyosatchilar juda ham kuchli aktyor bo'lishadi. Ya'ni siyosatchilar xalqni manipulyatsiya qilish qobiliyati har doim siyosatchilarda kuchli bo'ladi. Uni manipulyator ekanligini yoki uni populist ekanligini anglaganda, ya'ni hokimiyat berib, vakolat berib anglaganda o'sha kech bo'ladi. Chunki kamida u 3 yil 5 yil hokimiyatda o'tirgan bo'lishi kerak bo'ladi. O'shaning uchun Fariz Zakariya aytadiki, demokratiya bilan iqtisodiy farovonlik o'rtasida kuchli bog'liqlik bor deydi. Yaqinda Nobel mukofoti oldi James Robinson bilan ular ikkalasi aytdiki, demokratiya farovonlik yaratadi dedi. Bu masalaning bir tomoni. Fariz Zakariya aytayaptiki, farovonlik demokratiya yaratadi deyapti. Ikkalasi bir-birini mantiqan inkor qilmaydi. Ya'ni inson ham ikkita oyoqda yuradi. Bir qadam iqtisodiy islohotlar, ikkinchisi xuddi shunga mutanosib ravishda siyosiy islohotlar bo'lishi kerak. Va bosqichma-bosqich yalpi ichki mahsulot ma'lum bir darajaga yetgandan keyin tabiiy ravishda davlat o'zi demokratiyaga qanday kirib qolganligini ko'pchilik anglamay ham qolishi mumkin. Ya'ni kambag'al bo'lib demokratiya bo'lib qolayotgan davlatlar bitta. Misol keltiriladi Hindiston, lekin u yerda ham ksenofobiya juda ham kuchli. Aynan musulmonlarga nisbatan marhamat. Yana ham endi biz ko'rayotgan tomoshabinlarga tushunarli bo'lishi uchun, demak, Fransiya tomonidan o'sha rus tilida jest deyiladi, diplomatik jestlarning ko'pligi va rang-barangligi bu shu siz aytgandaqa O'zbekistonni uning uchun muhimligini anglaganidanmi? Qisman anglaganidan. Yevropada ham, Markaziy Osiyoda ham yangi geosiyosiy kontekst paydo bo'ldi. Yevropa Amerikadan uzilyapti va Markaziy Osiyoning mustaqilligi Yevropaning strategik manfaatlariga to'liq javob beradi. Yuqorida aytib o'tganimdek, Markaziy Osiyo Xitoy bilan, Rossiya bilan munosabatlar ijobiy bo'ladi, bo'lishi kerak ham, lekin yutilmasligi kerak. Yutilmasligi uchun biz o'sha geosiyosiy diferensiatsiya deydi, diversifikatsiya, ya'ni faqat shu ikkita shimol bilan sharqqa emas, qolganlar bilan munosabatlarimiz, aloqalarimiz, iqtisodiy aloqalar kuchli bo'ladigan bo'lsa, tabiiy ravishda bu ikki davlatga, ya'ni Rossiya bilan Xitoyga bog'liqligimiz muvozanatga solingan bo'ladi. Ya'ni faqat ikkalasiga bog'liq bo'lib qolmaymiz. Kamol aka, baribir jamiyatimizda siyosiy sharhlovchi, siyosatchilar sifatida obro'yingiz baland va sizning fikringiz juda ko'pchilikni siyosiy dunyoqarashini qaysidir ma'noda karkasini belgilab beradi. Shu nuqtai nazardan menda bir savol bor, hamma tushunishi uchun. Bu tashrif davomida tanqid ham bo'ldi.
aynan o'sha fotosurat sovg'a qilinayotgan jarayonda prezidentimiz Emmanuel Makronga rus tilida javob berdi va agar ijtimoiy tarmoqlarda sharhlarni, kommentariyalarni ko'rsangiz, juda ko'pchilik norozi bo'ldi. Nimaga O'zbekiston davlat rahbari o'zbek tilida gapirmadi deb. Bu texnik masala. Menimcha bu yerda tarjimon bo'lgan va tarjimon rus tili orqali fransuz tiliga tarjimon bo'lgan bo'lishi mumkin. Men uni bilmayman. O'zi xalqaro masalanda siyosatchilar ko'pincha tarjimon rus tili orqali bo'lganligi uchun avtomatik ravishda rus tilida gapirib yuborish holati bor. Buni hech qanday bir nimasi yo'q. Makron ruschani bilmaydi-ku. U yerda demak tarjimon ruscha biladi. Ya'ni rus tili orqali tarjima qilayotgan bo'lishi mumkin. Bu texnik masala deb o'ylayman. Lekin keyingi safarlar, masalan, o'zbekcha, fransuzcha, o'zbekcha tarjimon topiladigan bo'lsa, bu hech qanday nimasi yo'q. O'zbekcha ham gapirish mumkin. Men o'ylaymanki, aslida prezidentga o'zbekcha gapirish qulayroq ruschadan ko'ra. Demak, tarjima yoki tarjimon asosiy omil bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yerda nima deydi, rusparastlik yoki nima? Yo'q, unaqa emas. Endi biz bilamiz, masalan, Karimov o'zining oilasida, ichkarisida, uning ya'ni birinchi tili Karimovning rus tili edi. Lekin Mirziyoyevda unday emas-ku. Buni bilamiz-ku. Kamoliddin aka, vaqt ajratib, qimmatli fikrlaringiz bilan biz bilan va umuman xalqimiz bilan bo'lishganingiz uchun sizga katta minnatdorchilik bildiramiz va yana keyingi suhbatlarimizda ham siz bu yerda mehmon sifatida, fikrdosh sifatida kutib qolamiz. Taklif uchun rahmat. Har doim hamkorlikdan xursandman. Rahmat, salomat bo'ling.